Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana bugun do'stimiz Shohidaxonni Hindistonga davolanishligi uchun mahallalardan yurib pul yig'dik. Xudo xolasa bizdan tashqari yana ko'ngillilarda hammani bugunlik tushum qilingan pulimiz 16 million so'm pul bo'ldi. Xudo xolasa yana harakatdamiz, ertaga ham yig'amiz. Xudo xolasa sizlar ham shu yordam bersalar, o'rtog'imizni tuzalib ketishiga hissalarni qo'shsalar, Xudo xolasa hammadan Xudo rozi bo'lsin. Do'stimizni ana yig'ib kelgan pullarni mana Xudo xolasa topshiryapmiz. Allah O'rtoqjon, tez kunlarda sog'ayib qatorimizda yuraverasiz Xudo xolasa. Allohim rozi bo'lsin. Hamma ehson qilganlardan Xudo rozi bo'lsin. Hammamizdan umidvorimiz Xudo xolasa. Parvardigoro bemorlarga shifo bergin. Bu do'stimizni xarajatlariga xizmat bilan, qo'lidagi mablag' bilan ehson qilayotganlarni Parvardigoro mana bu sinimizni mana mutasaddi bo'lib turgan o'rtog'imizni hammalarini Parvardigoro qiladigan ishlarda barokat bergin, xonadoniga tinchlik, xotirjamlik bergin. Mana bu bemor do'stimizga ham Alloh tez kunlarda sog'ayib, yaqinlarning quchog'ida bo'lishini Alloh nasib qilgin. Azmi ko'pmi qanchaki ehson qilinib turgan bo'lsa, Parvardigor o'sha ehsonlarni hammalarni ehsonchilarni o'tgan otalariga, onalariga qiyomat sahrosida boshiga sayon bo'lsin. Alloh o'zingning va'dalaring bor, biriga 1000 qilib qaytaraman degan Alloh hamma ehsonchilarga Alloh puliga, moliga, joniga Alloh o'zing barokat qil. Va sallallohu ala xayri xalqihi ta'ala Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Ya rahmatika ya rahman rahim.